Konsumerizm termini iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish harakati ma'nosini bildiradi. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish harakatining vatani Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. AQShda 19-asrning 60-80-yillarida temir yo'l kompaniyalari yo'lovchi va yuk tashish xizmatlari narxlarini keskin oshirib yuborishlari oqibatida ushbu xizmatlar iste'molchilarning noroziliklariga, ya'ni huquq va manfaatlarini muhofaza qilishga qaratilgan harakatlar avj olib ketishiga sabab bo'ldi. Buning natijasida temir yo'l tariflari ustidan davlat o'z nazoratini o'rnatib, Senatda yangi maxsus organ shtatlararo savdo bo'yicha komissiyani tuzdi. 20-asr boshlarida esa oziq-ovqat va dori-darmonlar sifati ustidan nazorat to'g'risidagi qonunchilik atrofida tortishuvlar boshlanib ketdi. Bu jarayon faollari esa kir tozalovchilar nomini olishdi. 1899-yilda kir tozalash tadbirida faol ishtirok etgan iste'molchilarning milliy ligasi paydo bo'ldi. AQShning faol fuqarolaridan biri Ralph Nader turli xil firmalar tovarlarining sifati va reklamasining haqqoniyligi, ishlab chiqarishlari atrofidagi ekologik holatni xavfsizligini o'rganadigan markaz tashkil etdi. Shu vaqt ichida bir muammoli guruhlar paydo bo'ldi. Ular avtomobil xavfsizligi markazi, sog'liqni saqlash bo'yicha tadqiqot guruhi, telekommunikatsiyalar bo'yicha tadqiqot va harakat markazi va boshqalardir. Bora-bora konsumeristik harakat davlatning siyosiy hayotiga yanada kuchli ta'sir o'tkaza boshladi. 1962-yilning 15-martida AQSh prezidenti Jon Kennedy AQSh kongressiga iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish to'g'risidagi maxsus yo'llanma yubordi. Unda iste'molchilarning tanlash huquqi, xavfsizlikka bo'lgan huquq, eshitilgan bo'lish huquqi, axborot olishga bo'lgan huquqlari e'tirof etilgan edi. Yo'llanmada iqtisodiyotda iste'molchilar salmoqli o'rin egallashi haqida to'xtalib o'tilib, fuqarolarning iste'mol qilish, sotib olish imkoniyati bo'lmasa, iqtisodiy rivojlanish bo'lmaydi. Iqtisodiy o'sishning tartibga solishni ham imkoniyati bo'lmaydi degan fikrlar bitilgan edi. 1962-yilning yozida Jon Kennedyning ko'rsatmasiga binoan iste'molchilar ishlari bo'yicha maslahat kengashi ta'sis etildi. 1971-yilda ushbu kengash iste'molchilar ishlari bo'yicha boshqarmaga aylantirildi. 1968-yilga kelib iste'molchilarning ko'plab tarqoq umummilliy va mahalliy birlashmalari AQSh iste'molchilar federatsiyasiga birlashdi. Federatsiya shtab-kvartirasi Vashingtonda joylashdi. Uning asosiy maqsadi iste'molchilarni himoyalash bo'yicha dasturlarni koordinatsiya qilish, ya'ni tovarlarning past sifatda bo'lishini, oziq-ovqat mahsulotlariga, tibbiy preparatlarga, tibbiy xizmatlarga, elektr energiya va yoqilg'iga qo'yiladigan narxlarning yuqori bo'lishini oldini olishdan iborat bo'ldi. 20-asr 60-yillarga kelib ushbu harakat Yevropaning ko'pgina davlatlarida ham keng quloch yoyib ulgurgan va biznesda ham, siyosatda ham muhim o'rin egallab borayotgan edi. Shulardan kelib chiqqan holda 1983-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 15-martni Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni deb e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasida iste'molchilar harakatlari 1996-yil 26-aprelda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishidan so'ng boshlandi. Nodavlat tashkilotlarni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi xalqaro jamg'arma ko'magida Toshkent shahar Shayxontohur tumani iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati sifatida tashkil etildi. 2000-yilga kelib ushbu nodavlat tashkiloti 7 viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan bir vaqtda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga birlashdi. Faol iste'molchilarimizning sa'y-harakatlari tufayli ushbu jamoat tashkilotiga davlat tomonidan alohida e'tibor berilib, qo'llab-quvvatlash maqsadida 2002-yil 28-noyabrda Vazirlar Mahkamasining 414-sonli iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror asosida federatsiya o'z oldiga O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuniga muvofiq hamda iste'molchilar huquqlari va manfaatlari himoya qilinishini ta'minlash uchun jamoatchilikni keng jalb etish, ichki iste'mol bozorida sifati past, odamlar hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi tovarlar sotilishiga yo'l qo'ymaslik ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, aholining huquqiy va iste'mol madaniyatini oshirishga doir ishlarni faollashtirishni maqsad qilib qo'ydi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari hududiy birlashmalari, mamlakatimizning barcha tuman va shaharlarida esa iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari faoliyat olib bormoqda. Hurmatli iste'molchilar, agar iste'mol sohasiga oid muammolarga duch kelsangiz, federatsiyaning 1091 qisqa raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishingiz, telefoningiz brauzeriga murojaat.iste'mol.uz ni terib, elektron shaklda murojaat qoldirishingiz yoki federatsiyaning hududiy tashkilotlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz hamda bepul huquqiy maslahat va yordamlarini olishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz.